Demak boshladik. Qarang, bugungi o'tadigan mavzumiz conditional sentence, ya'ni agar nimadir qilsang, nimadir bo'ladi. Ya'ni birinchi qoidamiz bu asosan 0 deb o'rgatilar edi eski kitobimizda, endi bu yoqda aytilmabdi. Birinchi qoida sifatida yozib ketaveramiz. Ketdik. Birinchisi real gaplarga nisbatan. Misol uchun, qarang. Shall we take the bus? Nima qilsak maylimi? Biz avtobus olsak maylimi yoki train? Nima degan train? Poyezd olganimiz yaxshirog'mi? Endi e'tibor bersangiz, if we take the bus, if nima qilsak? Nima edi tarjimasi ifniki? Agar. If we take the bus, nima qilsak olsak agar? Avtobus olsak, it will be cheaper. Arzon bo'ladi. Demak, bu real gapmi? Rostdan avtobus olsak, avtobusga minsak arzonroq bo'ladi. Endi ikkinchi gapga e'tibor beramiz siz. Ya'ni ikkinchi gapda Lisa and Jesse decide to take the train. Nimaga olishga qaror qilishibdi? Poyezdda borishga qaror qilibdi. Endi ikkalasi aniq qilyapti. Qarang, e'tibor bering. If we took the bus, if we took, endi qaysi zamon took? Nozma? If we took. O'tgan zamon, to'g'rimi? Nima bo'lardi? It would be cheaper. Arzonroq bo'lar edi. E'tibor bering, endi nimaga aylandi bu? O'tmishga aylandimi? Ha, endi uchinchi shakliga aylandi. Hozir sizlar bilan bitta anosini tuzamiz. Endi qarang. Misol uchun birinchisi faktlar deylik. Faktlar va tabiat hodisalari. Tabiat hodisalari. Ya'ni faktlarga nima kerak? Insonni aqli yetish uchun farosat. Tushundingizmi? Misol uchun, if I turn this button. Bolalar turn degan so'zni qaysi zamonda ishlatyapman? If I turn this button, the light switches off. Hech qanaqa qo'shimcha bermadimi? If I turn this button, the light switches on. Tushundingmi? Ya'ni e'tibor bersangiz, ikkalasida ham verbni birinchi shaklda beryapman. Misol uchun, mana sizga qisqa qilib yozib qo'ydik. If I press deylik. If I press this button. Nima bo'ldi? Agar men bu knopkani bossam, qarang, press degan so'zda oldida will bormi? Yo'q, o'zi bilasizlar bitta narsa. If'da oldidan biz hech qachon nima ishlatmaymiz. If degan gapda will ishlatmaymiz. Chiqishmaydi ikkalasi. Va id degan qo'shimcha yo'qmi? Yo'q. Endi bitta gap tugalar, will qo'yib olasiz. Agar men mana buni bossam, tabiat hodisasi, ya'ni shunga mo'ljallangan shu narsa. The light switches. Endi s olyapman ikkita. Switch. To'g'rimi? Xato ketdi. Switch off. Nima bo'ladi? O'chadi. To'g'rimi? Light ga nisbatan men maytga s oldim. Bu present simple ishlatganimdan darak bo'lyapti. Tushundingizmi? Will oldimmi yo'q? Yo'q. Bu chunki tabiat hodisa bo'lganligi uchun. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasa agar harorat 100 gradusga yetsa, suv nima bo'ladi? Qaynaydi. Nima deymiz? Shuni ingliz yozib ko'ramiz. Og'iz aytmaydi. If the temperature is will be madam is 100 degrees, the water boils. Will boil desam bo'ladimi? Yo'q. Tushundingizmi? Chunki bu tabiiy bo'ladi. U 100 gradusga yetkazsangiz qaynashi 100%. Agar ichiga qanaqadir nimadir antifrizm qo'shilmagan bo'lsa yoki nimadir qanaqadir element chiroyli bo'ldi. Endi ketdik. Bu chiroyli bo'ldimi? Faktlar va ular uchun. 100% bo'lishi tabiiy. Misol uchun mana bunda ham telefonni mana bu knopkani bossak, if I press this button, the screen wakes up. To'g'rimi? Ya'ni buni olsam, ekran uyg'onadi. To'g'rimi? If I press this button, yana o'sha gap. Chunki shunga mo'ljallangan yo'qmay qolishi ham mumkinmi? Yo'q. Doimiy yonadi.
Endi o'sha bo'lmay qolishi mumkin bo'lgan narsaga nisbatan endi men nima ishlar ekanman? Will. Ehtimoli bor-da, misol uchun qarang. Misol tariqasida bo'lmay qoladigan narsalar eshitamiz. Mana if you eat deydigan, if you eat a lot, agar sen nima qilsang, ko'p yesang, virgul, you will be overweight. Overweight. Nima degan overweight? Dahshat. Sen kirasan. Tushundingmi? Ya'ni agar sen ko'p yesang, dahshat semirib ketasan. Yo'q, seni ketasiga mumkinmi? Ha. Tushundingmi? Shuning uchun biz nima ishlatdik? Will ishlatdik. Ehtimoli bor. O'zi e'tibor bersangiz, will mavzusini o'tganimizda will deyarli mana bu bilan tengmidi? Nima edi? Mumkin. Ya'ni kelajakda bo'ladigan narsani 50% ni anglatadi, to'g'rimi? Agarda biz kelasi zamonda 80% bo'ladigan holatga nisbatan ishlamani ishlardik. 80%. Bashoratlarda. Going to. To'g'ri. To be going to ishlatadi, to'g'rimi? Misol uchun, look at the sky. Nimaga qarang? Okay, there are some clouds. Nima bor? Bulutlar. Clouds. Quyosh emas, bulut bor. Aha. It's going to be rain me? It's going to rain me yoki it will rain me? It's going to rain, to'g'rimi? It is going to rain. Nimaga sabab? Bulutga qarab aytyapman men. 80% bo'lishi mumkin, chunki bulutda har doim yoqqan. Xuddi shunga o'xshab bu ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Kelik bo'lgan hodisani ifodalar ekan. Misol uchun yana bitta narsa bor. If you study hard. Tarjima agar qattiq o'qisang, you will enter the university. Universityga kirib ketasan deydigan university bo'ladi. University точка bo'ldi. Agar sen qattiq o'qisang, universitetga kirasan. Yo'q, iloji bor, to'g'rimi? Rostdan ham qattiq o'qisak, universitetga kiramiz. Lekin bo'ladimi ba'zi holatda shunchalik qattiq o'qiganligidan kira olmasa qoladi. Bo'ladi-ya? Hammada. Bu omad masalasi deydi kimdir yoki o'sha kuni kayfiyatni bahona qiladi kimdir, to'g'rimi? Yoki rostdan ham Xudodan deydi, to'g'rimi? Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga men nima ishlatyapman? Bolalar will ishlatyapman. Tushundingizmi? Demak, oddiy xulosalaymiz. Demak, mana bu narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, 0 bilan 1 realmi? Ya'ni amalga oshirsa bo'ladigan narsami? Hayotda bo'ladigan narsami? Yozib qo'yamiz real deb. Real. Endi bizda qolgan ikkitasi qoldi. 2 bilan 3 qoldi. Demak, buni qachon ishlatamiz? Endi eshiting. Mana bu 2, buni yozib qo'ying, bu unreal bo'ladi. Mana ikkalasi ham nima ekan? Unreal, ya'ni real, amalga oshmaydigan shu. Tushundingizmi? Birinchisi hayol deganda mana hayoliy vaziyat deylik, hayoliy vaziyat. Kecha yaqinda o'tgan degan ma'nosini, o'tni. To'g'rimi? Hayoliy vaziyat deb. Misol uchun qanday? Hayoliy vaziyat deganda qani endi menda narsa bo'lganda edi. Buni sotoga bo'lardim. Desa to'g'rimi? Hayoliy hammasi. Misol uchun if deb tuzamiz. If Jahongir nima bo'lganda nima qanaqa xayolimiz bor Jahongir? Had egelik. Mayli. Hozir yozib qo'yamiz. Gelim hagen o'zi nomi, o'zbekchasiga yozib qo'yamiz. Agar Jahongirda nima bo'lganda edi? Qarang, e'tibor bering. Had ikkinchi shaklimi fe'limizda? Had birinchisi, had ikkinchisi. O'tgan zaman ishlatyapmanmi? Ha, yaxshilab e'tibor bering strukturasiga. Agar Jahongirda nima bo'lganda edi? Nima qilgan bo'ladi Jahongir? Gelik bo'lganda tasavvur qiling. Gelik ham jangi turibdi. Nima bo'lardi? Qizlar mensimasdi. Nima? Qizlar mensimasdi. Mensimasdi, ha. Yo'q. Mensimasdi. Mensimasdi. Unaqa emas, o'zingiz tushundingizda. Nima edi? Jahongir tushunmadim. Aqlim yetmaydi meni. Ketdik. He qarang, would qo'shyapman. Would break
Mana shuni o'chirib turaylik. Among girls. Ana. Break degani yozib qo'yinglar, maqtanmoq degan ma'noni beradi. Maqtanmoq. Tushunarli? Ha deb singlashtirar ekanda. Ha deb sing. Xuddi qaratish kerak. Gilgi bo'lgan joyga deyish kerak. Tushunarli bo'ldi? Ha. Yoki hadek mo'tiga borur. Tushunarli bo'ldi? Ha. O'zi minadigan joyi yo'q. Maqtanish kerak-ku. Ochish kerak-ku. Prava ham yo'q, ha. Deb bo'lib prava ham yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Okay. Keyin Instagramga qo'yaveradi. Ana, yuvib keldik. To'da-suda. Tushunarli, yaxshi ketdi. Baxt oddiylikda. Okay, yoki yana qanaqa, misol uchun xayoliy bo'lishi mumkin. Mana misol uchun, mana xayol qilamiz. If I had C1, to'g'rimi? Very good. Agar menda C1 bo'lganda edi deydi, menga ko'pchilik aytadi. Nima deydi? I would go to another country. Boshqa davlatga nima qilgan bo'lardim? Ketib olgan bo'lardim. E'tibor bering, bu xayoliy. To'g'rimi? Xayoliy. Va menda C1 bo'lganida edi boshqa mamlakatga ketgan bo'lardim. Lekin unda C1 yo'q va boshqa mamlakatga mana bo'ladi. To'g'rimi? Ha, lekin mana buni qilsa, unda aniq if I study hard, I will enter the university. Yoki I will get C1. I will get C1. Objektda C1 deyapman. Tushunarli bo'ldi. Endi ketdik. Bu chiroyli bo'ldimi o'g'lim xayoliy vaziyat? Maliki? Aniqmi? Ketdik. Misol uchun dikam tushamiz. Agar mayli, sunnat gapiramiz. Agar kal bo'lganimda boshimni yuvmagan bo'lardim. Qani? Xayoliyda aslida bu ham. Yo'q, endi bitta narsa qarang. Kal degan so'zni aytish uchun biz to be berishimiz kerak, to'g'rimi? O'tgan zamonda berishimiz kerak. To be ni o'tgan zamonda shakli qanaqa bo'ladi? Thank you. Gap yo'q. If I was bald, ketdik. Would not bilan olamiz endi. I would not wash my hair. Agar kal bo'lganimda sochimni yuvmagan bo'lardim. Tushunarli bo'ldi, rostini. Soch yo'q joyga nima yuvasizlar? Tushunarli? O'zi shamolda o'zi normal bo'lib qoladi, okay? Tushunarli bo'ldimi? Okay, kirish degan narsa yo'q. Yoki ketdik. Agar nima desa bo'ladi yana? Agar maktab bo'lmaganda men o'qimagan bo'lardim, mazza. Ketdik. If and there is bilan bilamiz. U yerda degan ma'no beradi. If there was not the school, I would sleep like a log. I would sleep like a log. Nimaga o'xshab uxlagan bo'lardim? Log. To'nkaga o'xshab uxlagan bo'lardim agar maktab yo'q bo'lganida. Bu ham xayoliy. Tushundingizmi? Demak, oddiy tushuncha qarang. Mana bu xayoliy vaziyatlarga nisbatan. Demak, oxirgisi qoldi bizda nima ekan bu? Ikkalasi ham unreal. Bu ham unreal, bu ham unreal. Oxirgisiga bitta gap tuzamiz. Bu nima degani? Qarang. Bu asosan tanqid. Biroq tanqid qilganimizda yoki afsuslanganimizda ishlatamiz. Afsuslanganda. Misol uchun afsuslanganda deganda qanday? E'tibor bersangiz, ko'pincha xabarlarda bunday chiqadi. Afsusdaman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Agarda o'sha 4 ta odamni o'ldirmaganimda hozir qamoqda o'tirmasdim deb afsus. Bu bir tenga qimmat, bu afsus, to'g'rimi? Ha, endi eshiting. Uje nima qilib bo'lgan? Ha, 4 ta odamni o'ldirib bo'lgan ekan. Endi afsus qilyapti o'zicha. Mediaga chiqib. Endi qarang, to'g'ri, qisman qolganlar bunday bo'lish kerak, o'ylash kerak, to'g'rimi? Ketdik, nima deymiz? If I o'ldirmaganimda. Mayli, qurbaqa deymiz. 4 ta qurbaqani o'ldirmaganimda ketdik. If I yemaganimda. Had not killed 4 frogs
Very good. Qamoqda o'tirmagan bo'lardim. I would. Nima qo'shaman yana? Magan. Have. I would not have. Endi mana bu verb kuchni o'rniga men bo'lmagan bo'lardim deyish kerak, to'g'rimi? Nima degani bo'lmoq? Been. Thank you. Been qayerda? In jail. Точка. Lekin okamiz nima qilib qo'ygan? Hammasi teskarisi. Afsonayaptimi? 4 ta qurbaqani o'ldirib qo'ygan. Ha, hozir qamoqda. Tushunib bo'ldimi balki? Okay. Yo'qishda minus bo'lsa, bu yerga plus bo'ladi. Shunday, xuddi shunday. Mana bu yerda hammasi minus, lekin ma'no plus. Endi uni ham bitta ko'ramiz. Misol uchun yana qanaqa afsuslarimiz bor? Ketdik. Agar ingliz tilini ertaroq o'rganganimda edi. Maktabda hozir zodagonlardan bittasi bo'lardim. Desa, to'g'rimi? Ketdik. Agar ertaroq o'rganganimda edi o'qishda. If I had studied at nimani? English I would. ertaroq. Earlier. Earlier. Very good. Bo'ldi. Agar e'tibor bering, qarang bo'ladi. Hozir yozmay turamiz. Keyin yozamiz. Okay? Hozir faqat fokus mashqda bo'lsin. Id qo'shildimi? Qo'shildi. Xdan bormi? Bor. Agar ertaroq o'rganganimda edi. Mayli. Agar ertaroq o'rganganimda edi, nima qilgan bo'lardim? Maktabda eng zo'ri bo'lardimi? Mayli. I would bo'lmoq nima edi? Nima qo'shaman birinchi unda nima bo'lgan? I would have been the best at school. Точка. Bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Общий mazmuni shundan iborat. Mavzumizda bo'ldi. Deyarli shu. Tushunarli bo'ldimi? Demak, yana bitta xulosalab olamiz. Ketdik. Birinchisini e'tibor qarang. Strukturasiga e'tibor beringlar. Ertaga writingda ham yoki speakingda ham xuddi shu strukturada gapiramiz. Tushunarli bo'ldi? Birinchisida qarang. Verbimiz nechinchi shaklda? Birinchi shaklda. Ikkinchisi ham birinchi shaklda. Lekin o'sha birga o'tyapmiz. Birinchisi to'g'ri. Birinchi shaklda, lekin ikkinchisiga nima olyapman? Will olyapman. Willdan tashqari olsak bo'ladi. May olsak bo'ladi. Can olsak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Mana misol uchun. Bo'ladi. Bemalol olsak bo'ladi. May yoki can olsak bo'ladi. Demak, ketdik. Yoki kengisi. Ikkinchisida strukturaga e'tiboring o'zgaryapti. Bular hammasi nima edi? Bu qisqa bo'ladi, lekin doimo o'xshamaydi. Tushunarli? Bu qisqa bo'ladi, agar degan joyi bor, lekin doimo o'xshamaydi. Misol uchun aytaylik, agarki sen ko'p olov o'ynasang, kechasi to'g'rimi? Lekin bo'lmasligi ham mumkin o'sha ishni. Bo'lmasligi ham mumkin, to'g'ri. Qarab shu ishni qilgan, lekin unaqa bo'lmagan, to'g'rimi? Yoki xuddi shunga o'xshagan narsa. Tushunarli bo'ldi? Yoki endi ikkinchisida, ikkinchi conditionalsimizda nima ishlatamiz? Qarang. Agar Jahongir shunaqa qilganida edi, yo'q, bu boshqacha. Agar Jahongir shunaqa bo'lganida yoki shunaqa bo'lganda edi, shunaqa qilgan bo'lardi. Tushundingizmi? Bu xayoliy. Tushundingizmi? Mana misol uchun mana ko'pincha o'zingiz xayol qilasiz-ku, qani endi menda bir narsa bo'lganda edi, shunaqa qilgan bo'lardim deysiz, to'g'rimi? Qani endi menda bir katta pul bo'lganda edi, men biznes ochib kuchayib turib ketgan bo'lardim deysizlar, to'g'rimi? Ana shu narsaga nisbatan ishlatar ekanmiz mana bu strukturani. E'tibor bersangiz bu strukturada fe'limiz nechinchi shaklda kelyapti? Ikkinchida. Agarda u noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa ikkida beramiz, agarda to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa nima olamiz? Id olamiz. Va past simpleda bo'ladi bu gapimiz. Agarda undan ikkinchi qismini gapirasiz-chi? Shu bulduni qilib qo'ygan bo'ladi. Shu bulduni qilib qo'ygan bo'ladi. 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 Budda kudni qo'ysak ham bo'ladi, mayt qo'ysak ham bo'laveradi. Undan keyin vet nechinchi shaklga ishlatar ekanmiz? Birda. Keyin bitta narsa birda o'rniga be ham keladi, chunki u ham fe'l hisoblanadi, bilasizlar. Nimadir bo'lgan bo'lar, misol uchun deydi. Kimdir ham ne deydi?
Agar men maktabga ertaroq chiqqanimda edi, men hozir aqlli bo'lgan bo'lardim. Hozir aqlli bo'lishim mumkin edi. Deysa, to'g'rimi? Misol uchun qanday beramiz? If I went to school earlier, Charlie, agar men maktabga ertaroq chiqqanimda edi, I would be smarter than my friends. Aqlliroq bo'lgan bo'lardim. Charlie, ya'ni aqlliroq bo'lardim degan ma'noni beryapti-da. Bundan yana verb o'rniga nima kelyapti bolalar? Be. Va bu be keladi qachon? Qachon bundan keyin biz adjective olmoqchi bo'lsak, yoki de xosiyat noun olmoqchi bo'lsak, yoki adverb olmoqchi bo'lsak. Tushundingizmi? Okay. Agar mana misol uchun kimdir aytadi, agar bormaganimda men hozir Toshkentga borgan bo'lardim. Agar hozir Sizga bo'ladi, agar men hozir darsga kelganimda sumalakda pishmagan bo'lardi deymiz. Ket, agar men darsga kelmaganimda sumalak pishmagan, darsga kelganimda sumalak pishmagan bo'lardi. If I didn't come. Kelganimda demoqchi edik. Sorry. If I came to the lesson, sumalak wouldn't, couldn't be cooked. Nima qilmagan bo'lardi? Pishirilmagan bo'lardi, ya'ni pishmagan bo'lardi degan ma'noni beryapti. Umrzoq tushunib bo'ldi. Shuning uchun mana yerga yozib qo'yamiz xayoliy bo'lgan gaplar uchun. Bu esa tanqid. Bilasizlar, tanqid bilan afsuslanganda. Misol uchun, shunaqa qilganda shunaqa bo'lardi-ku deb shunaqa ezadiganlar bor, to'g'rimi? Achitadiganlar, to'g'rimi? Ertaroq aytmana, misol uchun radarga tushganda, sekinroq haydasang bo'lmasmidi? Sekinroq haydaganda tushmagan bo'larding-ku deb qo'yadi aqlli. Tushunarli? Misol uchun o'sha afsus va tanqidmi? Tanqidmi eng qizig'i? Ket shuning inglizcha gapiramiz. Agar sen tez haydamaganingda radarga tushmagan bo'larding. If you had not driven fast, ketdik, very good. You couldn't have had fine. Senda jarima bo'lmagan bo'lardi. Bolalar, jarima degani inglizchasiga fine degan ma'noni beradi. Bu yaxshi degani-ku. Deyishlar mumkin. Uni ikkinchi ma'nosi ham bor. Tushunarli bo'ldi? Agar sifat bo'lib kelsa fine degan so'zimiz yaxshi, agarda ot bo'lib kelsa jarima degan ma'noni beradi. Tushunarli bo'ldimi? Okay. Endi esa ketdik kitoblarga qaraymiz. Demak, bu kategoriyada aytyapti, qarang. If we went by bus. Sorry. C kategoriyani qo'yibman. What would you do if you won a lot of money? Qaysiligini aytasizlar endi. Mana shu 4 tasidan nazma. Qaysiligini aytamiz. Ketdik. Hozir mana bu gapimiz qaysi biri? O'qiymiz. If B kategoriyada what would you do degan joy bilan boshlanadi. Ko'rdikmi? What would you do if you won a lot of money? What would you do? Nima qilgan bo'larding? If you won a lot of money, nima qilganingda? Ko'p pul yutganingda nima qilgan bo'larding? Qaysi biri? 1 2 3 0. 2 xayoliy. Tushundingizmi? Chunki won degani ikkinchi shaklida would do. Yaxshi. Ikkinchisini o'qiymiz bizda Dilfuza. If there was an Election tomorrow. Who would you vote For. Tarjima. Kecha. Agar tomorrow. Agar. Tomorrow degani nima degani? Ertaga nima bo'lsa election. Yozib qo'ying, election saylov. Agar ertaga saylov bo'lib qolsa, bo'lganda edi. Who would you bo'larding? Qaysi biri? 2 xayoliy. Uchinchisini qilamiz, bizda ketdi Husnida. I would be surprised If they did not come to the party. Tarjima. Men nima qilgan bo'lardim? Surprised. Ya'ni bo'lardim, would be verb 1.
if they did not come to the party. Yana 2 e'tibor berish, strukturasiga e'tibor beringlar. Did not o'tgan zamonmi? Ha. Agar 3 bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Had bilan kelish kerak. Had bo'lish kerak. To'g'rimi? Ifdan keyin. Yes. Ketto, endi CC ga qaraymiz. Bizda ketto Cga. Ne, undan tashqari bor ekan yana gap. I think I left my watch at your house. Tarjima: o'ylaymanki men nimani qoldirdim, Malika? Soatimni qayerda qoldirdim? At your house. Uyingda qoldirdim. If you find it, agar sen uni topsangiz, can you call me? Qo'ng'iroq qila olasizmi? Qaysi biri? Can kelyapti. Bir. Thank you. Chunki agar topsang, topmasligi mumkinmi? Agar 100% topish aniq bo'lsa, qaysi bilan beramiz? 1 bilan, 0 bilan beramiz, lekin uni qarasa yo'q. Shunday-ki, misol uchun pol tagiga tushib ketgan bo'lsa-chi, eng qiziq pol ochilmaydigan bo'lsa-chi. Tushundingizmi? Endi bitta sen soatingga men butun polimni ko'chiribman-ku. Deydi u ham. Chiroyli bo'ldi. Okay, shuning uchun bo'lmasligi mumkin, shuning uchun 1 ga tushadi. 1 bilan 0 ni farqi shunday ekan. Tushundingizmi? Aslida farqi yo'q, ikkalasi ham real, lekin asosiy farqi bu nazma. Birinchisi aniq bo'ladigan narsa. Misol uchun, harorat 100 ga yetadigan bo'lsa, voy 100 mi rostdan ham qaynashi? Ha, 100 ga yetadigan bo'lsa, suv qaynaydi. Yo qaynamay holati bormi? Yo'q, doimo qaynaydi. Yoki harorat minusga tushib ketadigan bo'lsa-chi, 0 dan pastga tushib ketadigan bo'lsa. Suv muzlaydi. 100% mi? Yo muzlaydigan holati ham bormi? Yo muzlaydi. 100% muzlaydi. Chiroyli. Sababi agarda unga qanaqadir moy yoki antifriz narsalar qo'shilmagan bo'lsa muzlaydi. Chiroyli. Ketdik. Endi misol uchun mana o'zicha qarang. If you find emas. Jahongir. If you found a wallet, nima topsang? Wallet. Hamyon topsang. What would you do with it? Agar sen ko'chada hamyon topsang, nima qilgan bo'larding? Degan tormozona savollarimiz bo'ladi-yu. O'sha. Misol uchun intervyulardan ko'rasiz-ku, agar siz 5 yil orqaga qaytib qo'ygan bo'lsangiz, siz o'zingizga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Dedi-yu. Unreal. Thank you. Unreal. To'g'ri. Qaytmayman. Iloji yo'q uni. Deysizlar. Chiroyli. Keyingisi. C kategoriyaga qaraymiz. C kategoriyaga I would be very scared. Nima qilgan bo'lardim? Qo'rqqan bo'lardim. If somebody pointed a gun at me. Kimdir menga qarab qurol niqtasa, ko'tarsa, menga qarab point qilsa. Chiroyli. Okay. Demak bu ikki to'g'ri. Keyingisi. Keyingi gapimiz I would be scared. Somebody buni aytdik. I'm not going to bed yet. Men hali nima qilmayman? Yotmayman. I'm not tired. Chunki if I went to bed now, agar men hozir yotog'imga borganimda edi, I wouldn't sleep. Uxlamagan bo'lardim. Chiroyli xayoliy bu ham. Ya'ni hali bormadik. Agar hozir yotog'imga borsam, to'g'ri bilaman, uxlamagan bo'laman. Tushundingizmi? Bu ham xayoliy. Keyingisi. What would you do if you were bitten by snake? Agar sen ilon chiqsa nima qilgan bo'larding? Tushundingizmi? Ya'ni bu ham xayoliy. Qara tasavvur qil deb boshlaydi gapni. Keyingisi. Could bilan might'ni ham ishlatish mumkin ekan, e'tibor bersangiz. Boya aytdik-a. Would o'rniga could bilan might yozilganmi bu yoqda? Ha. Ketdik. If I won a lot of money. Ko'p pul yutganimda, malaksi. Uy sotib olgan bo'lardim. Lekin yutdingizmi? Yo'q. Sotib oldingizmi? Yo'q. Xayoliy. Keyingisi. If it stopped raining. Agar nima qilsa? To'xtaganida edi. Would go out. Tashqariga chiqqan bo'lar edik, lekin to'xtamagan va biz tashqariga chiqmagan. Keyingisi. Bo'ldi. Uyga vazifaga qaraymiz, mashqlarga ketdik. Buni o'zingiz menimcha tushunib oldingiz. Strukturani yozib olasiz, polni ko'chirib, mana shu strukturaga asoslanib, yodlab bo'lganidan keyin qilinglar mashqni. Chiroyli bo'ldimi, malika?
Buni yodlaymiz. Misol uchun ertaga men gap keyingi kuniga men sizlarga aytaman. Misol uchun 3-strukturada bitta gap tuzib bering deyman. Okay? 3-strukturada desam, sizlarga ha, demak tanqidda tuzib berishim kerak. Ketdi. Agar eshagimni sug'urmaganimda o'lgan bo'lardi. Yaxshi ham sug'urdim. Tushunarli, shunday deb gap tuzib berishlar kerak. Qani ketdik bitta shuni inglizchasini aytamiz. Agar eshagimni sug'urmaganimda u o'lib bo'lgan bo'lardi hozir. Water. Water degani sug'orish degan ma'noda ham keladi. If I had not watered my donkey. Himi shimi? Ha, mayli, it. Ha, it could have been died. O'lgan bo'lardi. Agar eshagimni sug'ormaganimda u o'lgan bo'lardi hozir. Demak, qarang. Bu yerda demak eshagimni sug'ordim va u o'lmadi. Tushundingizmi? O'shanaqa uchinchi gap bilan bo'ladi. Uyga vazifani hammasi uyga. Ya'ni hamma mashqlar uyga. Endi esa ochasizlar keyingisini. Endi bu 3-shaklni o'tyapmiz bola, qarang. Ya'ni 3-chi debman, ikkinchisi ekan. Agar bilganimda edi. If I knew. Okay? I wish I knew degan ma'no bilan ketyapti. Tayyormizmi? Ha? Yetadi vaqtimiz. Mayli, A kategoriyasini emas. O'sha bilan bog'liq ekan, ketdik. A kategoriyaga qaraymiz. There are many things I would like to do. Bu yerda nima bor? Many things. I would like to do. Nima qilishni? Qilishni? Would like nima edi tarjimasi? Would like xohlaydigan. Bu yerda juda ham ko'p narsa bor, men qilishni xohlaydigan. If I had more time. Agar menda nima bo'lganda edi? Ko'proq vaqt bo'lganda edi. Bu yerda bolalar mix bo'lib kelyapti, ya'ni aralash kelyapti. Keyingisi, if I didn't want to go to the party, agar men nima qilmasam, didn't want, borishni xohlamaganimda edi, I wouldn't go. Bormasdim. Agar xohlamaganimda bormagan bo'lardim shu bayramingga degan ma'noni beryapti. Ya'ni bu ham xayoliy aslida. Demak nima qilar ekan, tarjimasi nima chiqyapti? Xohlaydi demak. Va boryapti. Tushunarli bo'ldi? Keyingisi. If you were in my position, agar sen holatimda bo'lganingda, what would you do? Nima qilgan bo'larding? To'ppa-to'g'ri. Bu ham qaysiga kiradi? 2 gami, 3 gami, 1 gami? Unreal, ya'ni 2 ga. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi. It's a pity. Yozib qo'ying, it's a pity ni. Voy bechara. Tarjimasi asli unaqa emas. Lekin men shunaqa. Bo'ldi, shunaqa yozib qo'ying, bechara deymiz. Achinganda ishlatamiz-da. Voy sho'rlikkina. He can drive. Nima qila olmas ekan? Hayda olmas ekan. It would be useful if he could. Nima qilgan bo'lardi? Foydali bo'lgan bo'lardi agar qila olganida, ya'ni hayda olganida deyapti. Keyingisi. B kategoriyaga qaraymiz. B kategoriyaga. Keyin bitta narsa bo'la qarang. I wish tarjimasi yozib qo'ying o'zbekchasiga. Shunchaki qaniydi degan ma'noni beradi. Qaniydi. Bo'ldi. Jahongir nima degan tarjimasi yozamiz? To'g'rimiz? Qaniydi. Sevani olsam qaniydi. To'g'rimi? Deb aytasizlar. Grant kirsam qaniydi. Grant kirib stipendiya. Yana olsam mayliydi. Ana bo'lar ekan-ku. Keyingisi. Qarang, bu yerda B kategoriyada o'sha mazmun ketyapti. Qarang. I wish, nima edi I wish? Qaniydi. I knew Paul's phone number. Nima qilganda? Deydi deb qulpini aytyapti. Tushundingizmi? Jahongir nomer bilganim deydi Jahongirda. Kechasi bezovtalagan bo'lardim deyapti. Keyingisi. Endi do you ever wish you could fly?
Sen biror marta xohlagan bo'larmiding? Endi bu yerda yozib qo'ying, ikkinchi ma'nosini xohlamoq degan ma'noni beradi. Xohlamoq. Nima edi xohlamoq bolalar? Yana bitta ma'nosini yozib qo'ying ertaga yana dovdirmaslik uchun. Ikkinchisi tilamoq degan ma'noni beradi. Ana qo'shiq bor. We wish we wish degan qo'shiq bor, to'g'rimi? Sizga tilaymiz degan ma'noni beradi aslida Christmasda. Keyingisi bu yerda aytilyapti, qarang. Do you ever wish you could fly? Sen biror marta xohlagan bo'larmiding nima qilishni? Fly. Uchishni. Yoki it's very crowded here. Nima bu yoq? Bu joy qanaqa joy ekan? Crowded. Tiqilinch. I wish there were not. Qani edi shu yoq shunaqa bo'lmagan deydi. Tushunli? Undan keyingi so'zimiz nazma. Verb ikkida bo'lar ekan. Tushunib bo'ldi? I wish nima ekan tarjimasi? Birinchisi qani edi, to'g'ri, tilamoq, keyingisi xohlamoq. Tushunli? Ketdik. Men ham shoirmi bo'lsam bo'lar ekan-a? Zo'r keldi boya. Ketdik. Endi qarang. C kategoriyada buni hali o'qimadim oxirigacha. Kempta narsa qarang. I wish bilan I'm glad farqi bor ekan bu yoqda. Tushuntirib beramoqchi sizlarga. I'm glad to live here. I'm glad I live here. Men bu yerda yashashimdan glad xursandman, lekin rostdan ham shu yerda yashayman va uchun xursandman deyapti. Lekin ikkinchi gapda I wish I lived here. Nazma? Endi o'taman. Qani edi? Ya qani edi shu yerda yashaganim deydi. Lekin yashamayman afsuski. Tushunib bo'ldi? Degan ma'noni beryapti. C kategoriyada ham shu narsa. O'sha, qarchi mana mavzuni o'tganlarim ekan. Uyimizda o'zimiz o'qib olamizda, keyin mashqlarni qilib kelamiz. Misol uchun mashqlarni endi bitta qilib ko'ramiz. Shu yerda o'zida ketdik. 39:1. 39:1 ga qaraymiz. E'tibor bering 39:1-mashqqa. Nima deyilyapti 39:1 da? Qarang. I bor ekan, help bor ekan, you bor ekan, if you could, if I could. Senga yordam bergan bo'lardim. Agar qo'limdan kelsa, deyishingiz kerak. Shunda help o'rniga nima qo'shamiz? Bo'ladi. Could bo'ladi. I could help you if I endi nima could bor ekan bu yoqda? Chunki endi nima qo'shamiz? Would qo'shamiz. I would help you if I could. Agar qo'limda kelganida edi, senga yordam bergan bo'lardim. But I'm afraid I can't. Lekin qo'rqamanki senga yordam bera olmayman. Chunki sen o'tgan safar olgan qarzingni qaytarmagin, deyapti. Keyingisi 39:2 ga qaraymiz. 39:2 da esa bizda ifni kerakli bo'lgan vazifaga qo'yamiz. Misol uchun qarang, sizga birinchi tavsilayapti. I like these shoes. Nimani yaxshi ko'raman? Jahongir, to'rmiz. Men oyoq kiyimlarni yaxshi ko'raman, but they are too expensive. Lekin ular juda ham qimmat. So I'm not going to buy them. Shuning uchun men ularni endi sotmoqchi emasman. Agar ular arzon bo'lganda edi, men ularni sotib olgan bo'lardim. Deyishimiz kerak ketdik. I would buy them. Qaraymiz kitobga. I would buy them if they are cheaper. Bo'ladi. Yeah, if they were ekan, sorry, are the verb plan were. If they were cheaper. Agar ular arzon bo'lganida edi, men ularni sotib olgan bo'lardim. Hayoliymi? Hayoliy. So, I couldn't buy it. Chunki uni olmadim. Qolgan uyga. Keyingisi, boyagi qani edi degan narsani qilib kelasizlar uyda. 39:4 ham uyga. I wish. Qolganini esa keyingi darsda o'tamiz. Ya'ni asosiysi 3-sini o'tamiz keyingi darsda.